Qarang, qochadi sizni tashlab. Opamda? Tug'ishganmi? Ha? Nega berib olmadinglar buni? Voy, hali yoshlar. Siz ne bilamayapsiz? Yoshlar deyapsiz-ku hali. Mazgi. Mana qarang. Mana ichingizdagi vijdonan javob bering. Shuni ertaga yerga berib yuborsa siz rozisiz, to'g'rimi? Roziman? Nima qilaylik endi? Taqdir ekan. Ko'p urishasizlarmi? Ha, Nimani kelishmaysizlar? Mana opa-singillar nimani kelishmaydi ko'pincha? Nimaga bo'lishasizlar? kiyimda. Shunda siznikini olib ketib qoladi-ya, buniki siz. Kelamiz endi. Ha, kelishib. Shu ikkita bir xil kiyim olsanglar bo'lmasmidi? Yo, bir xil bo'lmaydi. Alishtirib kiyishimiz kerak-ku. Odamlar voy bir-birini kiyimini kiyib olib turmaydi. Voy xudoyim. Yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Nimasini? Mana 3 ta yaxshilikdan ayta olasizmi bizga? 3 ta. Chiqmaydi hamda 3 ta. Sanang qani mana, birinchisi. Menga mehribonchilik qiladi. Mana hozir urushamiz deb turadi. Qanaqadir ayb ish qilib qo'ysam, opam orqamga yopib ketadilar-da. Tarafingiz oladi. Hop, uchinchisi. Uchinchisi pul berib turadi. Mana shu uchun hurmat qilish kerak. Seni yaxshi ko'raman, I love you deb qo'ying qani. Opa, men seni yaxshi ko'raman. Men sen sir hisoblaysiz. Uyalmaysizmi? Yo'q. Men opa-ku bu. Sizdan oldin dunyoga kelgan bu. Siz tug'ilganingizda bu non yeyishni o'rgangandi. O'zim katta qilganman buni. Oranglardagi yosh necha yosh bor?